Жоңғыр дөшмі қабарлышчы Шинжаң шөйгісі алайды талап қылған. Mamsa. Ta'sirli dilval muzika, mundishish, to'rg'i chiqish. Hammani birlikda avjiga chiqarayli. Jumhur ko'chma aloqasi uchur mutaxassisi. Uyg'ur tibobati xalqimizning uzoq asrlik tarixiy taraqqiyoti jarayonida kasallikni oldini olish va uni davolash amaliyoti jarayonida to'plagan qimmatlik mo'l tajribalarining yakuni. U bugungi kunda xalqimizning sog'lomlik va o'zini kutish ishlarida o'zining qimmatlik rolini joriy qildirib kelmoqda. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizda biz Uyg'ur tibobat ilmining samaralik amgaklaridan biri bo'lgan Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli zo'r hajmlik asarning ahamiyati ustida suhbat qilib boramiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmon qatan tashrif qildi. Шинжаң Uyg'ur tibobat oliy texnikumi fan tadqiqot bo'limining mudiri, Xotan Udun Uyg'ur tibobat doktorxonasining mas'uli Abdukarim Tursunto'xta apandi. Шинжаң İslam Dini institutidan Aziz Atavulla Sartekin apandi. Xush kelibsizlar. Qanday tamomlab chiqdi. Mushu kundan boshlab bu kishi bilanki hamkorligimiz boshlandi. Mushu qiziqlikdan undan mushu ishqa ishtirok qildim. Abdukarim apandi hamda mushu 13 tomliq Uyg'ur tibobati klassik asarlari degan mushu yirik asarninki ro'yobga chiqishida Aziz bilan ishqonlarninki to'psi ko'rinarli ekan. Siz tibib oilasi cho'ng ekansiz va mushu kasb ilm tahsil qilib hali hamma mushu niyat etibsiz endi. Aziz apandi bo'lsa tilabat kasbida o'qigan. Mushundaq bir xil kasbiy o'qishmaslik bor ahvol ostida sizlar qanday qilib fikr birligiga kelib, mushundaq zo'r ahli emgak talab qiladigan bir asarni qanday tamomlab chiqdinglar? Bu ishning orqa kuni shundoq. Men 5-avlod Tevib Tursunto'xta hojim oilasida tug'ildim, ham Tevib oilasida o'sib yetildim. Dadam musho og'riqlarga chora qilish, kasal davolash va dori tayyorlash jarayonida yo'liqqan har qanday bir qiyinchiliklarni mushu qadimiy klassik asarlardan İksir-i Azam, Tibbi Akbar, Mizan Tevibga o'xshash kitoblarni qiroatxonasida kecha-kechalab tadqiq qilish va o'zlashtirish orqali mushu kilinkida va dorigarlikda yo'liqqan qiyin masalalarni hal qilayotganligini davomli ko'rib turgan bo'lg'achqa cho'qim mushu Uyg'ur tibobati qadimiy klassik asarlarini ügünüş ve onu çoğunqur tadqiq qilish kerak ekan deb tunib yetib, mushuni ügünüşga kirishdim. 88-yilgacha bo'lgan oraliqda dadam Tursunto'xta hojimdan mushu klassik asarlarga munosabatlik arab tili, faris tili, urdu tili va Chag'atay Uyg'ur tillarini qitirqinib o'rgandim va tadqiq qildim. Men mushu kitob jurnallardan Aziz Atavullaning Uyg'ur tibobati tarixiy tadqiqotiga munosabatlik hamda o'sha Uyg'urlarning yemak-ichmak odati va uning Uyg'ur tibobati bilan bo'lgan munosabati to'g'risidagi ba'zi tadqiqot maqolalari va tarixiy tadqiqot maqolalarini o'qib bu kishiga kitob yuzida va qiziqib qolgandim. Kitob jurnallarni baholash yig'inida Aziz bilan didor ko'rishdik. Mushu kundan boshlab bu kishi bilanki hamkorligimiz boshlandi. Bu muallimning mushu jihatda iqtidori bor ekan. O'zimning qo'ldimda bir qator klassik asarlar bor. Muallimning qo'ldagi klassik asarlarni birlashtirib, bir tarjimaga o'rlashtirsak qanday bo'lar deb meni izlagan ekan. Men buni nayta xushallik bilan qabul qilib, dadam saqlab kelayotgan buyuk klassik asarlarni, o'zimning qo'ldagi klassik asarlarni Azizga topshirdim. Aziz o'zining qo'ldagi ham Шинжаңның har qaysi joylaridan o'zi japoliq izlanib yiqqan klassik asarlarni to'plab uni tarjima qilish tayyorlik xizmatlarini ishlashga kirishib ketdi. Bizning bu buyuk asarni ro'yobga chiqarish xizmatimiz mushadan boshlandi.
Ben şu İslamiyet'in avvalki Uyghur Tibebatçı tarihiyede bir makale yazgandım. Makale yazış jarayonida şu chet el manbalarda saqlanayotgan ve xanzi manbalarda saqlangan bazı bizniki Uyghur Tibebatı eserlerininki bazı parça resiplarni, isimliklerini gördüm. Şu jarayonda o Türkiyelik Suhayl Unver degan doktorninki Uyg'urlarda Tibebat degan kitabını gördüm. Şu kitapta O'rta Osiyoda Türkiye millatlar tibobatini Uyg'urlar qo'g'dab qoldi. Uyg'urlar qo'g'dab qolgani sababli O'rta Osiyoda Türkiye millatlar tibobati taraqqiy qildi. Demak, Uyg'ur tibobati va shu Türkiye millatlar tibobatiningki saqlanib qolishida Uyg'urlarningki tepsi alayda degan bir bayon bor ekan bu kitobda. Ben şu bayonu ko'rgandan keyin shu rasmiy yolg'onmi deb u kitobni qayta ko'rdim. Shu jarayonda andin shu turpandan topilgan qadimgi Uyg'ur yozig'idagi tibbiy vasiqalarniki parchalari bor ekan to'q. Qarasam bu reseptlar xuddi hozirgi tibda yozgandek. Ba'zi kasallikninki nom atalmasi, jarayonlarimi hozirgi tibda yozgandeklamda bu. Bu darvaqa Suhayl Unverning degini to'g'ri o'xshamamdi deb shu bir qizg'inlikda men qayta bu materialni ishkilab ko'rib ketdim. Shu orliqda meniki adabiyotdagi narsamni bir mezgil tashlanib qoldi. İşkilib kirgan sir meniki bu adabiyotga bo'lgan nimamdan ma'noga bo'lgan qizg'inlikim bek eshib ketdi. Endi mushuninki bo'limi bizningki mushuliqi necha yil avvalgi asarlarni biz tadqiq qilib bugunga akelsak, buning qiymatini qanchalik cho'ng bo'lganligini men bir his qildim. Endi bu tiyiblar, bu o'qiydiganlar hozir oz qoldi. Biz mushuni Uyg'urcha qilib chiqarsak, buni yana kasb egalari ko'rib, jiq odam ko'ra olsa, buningki qimmatli dori davolash usullari bir yo'lga chiqsa, tibobatninki chehri kuchi yana namoyon bo'lgudek deb mushu qiziqlikda endi men mushu ishga ishtirok qilib qoldim. Undaqda Abdukarim apandi sizning mushu Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli 12 tomlik yirik asarninki nashr qilinishda sizning ishlagan konkretni ishlaringiz, amgigingiz nima bo'ldi? Biri men buning Qarbadin Qadiri mizoni tevib shari asbab qatorliq üzemge tegmiş bo'lgan kitap qismining tarjima ishiga qatnashdim. Yana biri doktorxonamda g'olliq teviblarni chiqarib, mushu asarning ro'yobga chiqishi uchun odam kuchi ham tarjima qo'shini jihatda üzemge tegishlik xizmatlarni ishladim. Shuning bilan birga bu Arab tilidan, Faris tilidan, Urdu tilidan va Chag'atay Uyg'ur tilidan Uyg'urchaga tarjima qiladigan bir mushaqqatlik ig'ir xizmat bo'lg'achqa biz buni ro'yobga chiqarish uchun tarjima jihatda bir qurolga, ya'ni lug'atga tayinishga to'g'ri keldi. Shunga men 8 yildan ortiq vaqt sarf qilib, Arabcha, Farischa, Urducha, Uyg'urcha bir cho'ng hajmlik tibbiy lug'at tuzib chiqdim. Bu lug'atning mushu asarlarning tarjima bo'lib chiqishida roli nihoyat cho'ng bo'ldi. Ba'zi tusalg'iliqmi bir kasallik. Jamiyatda bu qanday inkoslar bo'ldi? İqtisodiy va ijtimoiy unum va amaliy narsa. Tiyiblarimizga, klassik adiblarimizga murojaat qilsak, ular mushunga oid ham tibobatni, ham adabiyotni tang etmanganligidek bir ahvol ro'shan bo'lib turibdi. Mush nuqtadan kichkina bir amaliy misol deb so'zlab boqamsiz. Endi bizningki bu adabiyotmi, mening kuzatishimda bu psixik jihatdan davolash bo'ldi ekan ma'lum jihaticha. Biz ma'lum bir hikoyani o'qiylik yoki romanni o'qiylik, shundan biz o'zimizga kamchilik bilan to'liqlay olamiz. Endi kasallik desa yoki ko'zi qisilib qoldigan, yoki ichi surib qoldigan, yoki belki badanga jaraj ketadiganlar kasallik emas. Endi odamning ruhiyatidagi ba'zi tusalg'iliqmi bir kasallik bu. Buni adabiyot yengib kelgan. Biz masalan qaraqalaqalarda o'tgan Yusuf Qasajibni tilga olaylik. Biz Qutadagi bir daston o'qiydigan bo'lsak, buningda astronomiya qarashtirim bor. Shoirlarni tavsiya qilgan she'riyat iznalarim bor, adabiyot iznalarim bor buningda. Matematikninki geometriyada qoida qonuniyatlarmi yana bor. Tibobatning bor. Deydi-ku shunda 40 yosh kiribmi mizoj bilmasang, garchi hayvon yuri u so'zni saya deb qo'ydi. Bu nima deganda shu davrning o'zidimi mayli adabiyot bo'lsin, palla birsin chetga qoqqan emas. Shunga bizning o'sha chiqqan kitoblarimizniki ichida bor. Bunda bayonlarchi. Ba'ziligi mana bu Abdukarim Jamolning tumut
kasal ko'rgan odam buni deydi odam quloqdan burundan eg'idan samraydi debchi biri saqiyishni shularga yaxshi ko'z yaxshi yerni ko'rsa burun mizlik narsani pursa quloq yaxshi gapni anglasa eg'iz yaxshi tamni tetsa salomat bo'ldi deydi bu shu mana adabiyot bilan ikkisiniki bog'lashmaganligiga ishorat. Abdikarim aka Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli 12 tomlik asar e'lon qilingandan keyin jamiyatda bu vaqt qanday inkoslar bo'ldi? Asar nashr qilinib, ilgirkin o'qirmanlar bilan Uyg'ur tibobat olimlari, peshvolari bilan yuz kurashgili 2 yildan oshaydab qoldi. Ammo mushu jarayonda mush asarni xato tarjima qilib ekansa, paloni bobni, pukoni paragrafni qanday tarjima qilganing degan ya tanqid anglamadik. Endi xalqimizdan kelgan kala go'shini 4-darajada quruq issiq deb yezibdi. Unda desa bulamdi degandek ba'zi gaplarni angladik. Shu davrda shunda qaralgan bo'g'achqa biz tarjimonlar uni aynan yetkazib berish majburiyatimiz bor. Shunga masalaga tarixiy materializm nuqtasidan qarash kerak deb tushuncha berdik. Lekin asar nashr qilingandan keyin kasb ahlilari nihoyat yuksak baho berdi. Buningda nazariya qismi, davolash qismi va dorigarlik qismi deb 3 qismga 3 bo'lishga bo'ldi shu 12 tom asarni cho'ng jihatdan. Nazariya qismida xalqimizga odam o'zining mizojini bilish, yemekliklarning mizojini bilish, mizoj bilan yemeklikni moslashtirib ishlatish orqali mizojni tangshash, mushu orqali kasalliklarning oldini olishni bu asarlarimiz xalqimizga inchi o'rgatdi. Misol olsak, Mizoni tip nomli asarda bunda bir bayonlar bor. Zukam sirtqi muhitdagi nomuvofiq havo va badan ichidagi buzuq xilitlarning ta'siridan shakllangan buzuq suyuqliklarning burun yo'li bilan kelgani zukam kana yo'liga ketib qolgani nazla deb ataladi. Bu xil zukam nazlani paydo qilgan omilning o'xshamasligiga asosan issiqdan bo'lgan zukam ve soğuktan boğan zukam, issiqdan boğan nazla ve soğuktan boğan nazla deb ikkiga ayrıldı. Issiqdan boğan zukamның alameti. Burundan aqqan su qiziq, issiq bilinadi. Burun etrafını qizatıdı hem qizdıdı. Tüşkürük buludu, közden yaş eqish buludu. Hem de gal boğuludu, hem gal etişidi. Bununla soğuklık qilish kerak. Soğuk yemeklerini yapmasa, soğuk zukam kaşkipini içip verse, şifa tapıdı deb zukam kaşkipini aniq tushuntirib qo'yaylik. 2-3 koy pul bilan bir odam zukamdab qolsa, o'zi tabiiy tanarqi azam bir doğru purishlardan elab, oddiy risp bilan mushuni farqi talisa xalqimiz zukamdan nijot topadi. Ya'ni shu asarda so'g'oqdan bo'lgan zukam burun chingib oladi, oqqan suv so'g'uq oqidi, qizdan bo'lmaydi. Bu soğuk zukamның alameti bunu samsak ve irik koyunun göşüdün tayarlangan hem zencefilden tayarlangan zencefil şorpisi yoki zupa encir munikiga o'xshash issiq tabiatlik kashtap dorilar bilan davolansa shifo topadi degan bayonlar bor. Shu asarlarning nazariya qismida saqni saqlash hukmlarini nihoyat mukammal oddiy til bilan ommabop tushuntirib bergan. Bundan xalqimiz to'liq foydalana oladi va kundalik turmushida ishlatalaydi. Endi dorigarlik qismi-chi, shu 12 tom Uyg'ur tibobati klassik asari nashr qilingandan keyin ba'zi qimmatli madaniy meroslar tovarga aylantirilib, iqtisodiy qimmat yaratdi. Bu ham xalqimizga, ham konkarxonlarga oz bo'lmagan iqtisodiy va ijtimoiy unum va amaliy naf olib keldi. Siz mushu masalaga qanday qaraysiz? Ularning eshib tushishi to'g'ri gap deb qarayman. Bir doğrununki qoladigan o'tniki utunimi farqlandirganda Endi Abdikarim aka meditsina qanday taraqqiy qilayotgan ham ko'rinarlik natijalar qo'lga kelayotgan hozirgi davrda ba'zi kishilarimiz orasida an'anaviy davolashning vaqti o'tdi deb qaraydigan bir qarash shakllanib qolibdi endi. Siz mushu masalaga qanday qaraysiz? Tibbiy ilm, g'arb meditsinasi shuncha taraqqiy qilgan bugungi kunda
dorilarning davolash unumi, unum ko'rsatish muddati jihatda g'arb dorilardan bir qadar asta bo'lsa-mu, Uyg'ur tibobatining tubki aloyidaligi nima desa, tabiat ato qilgan tabiiy o'tchib madallarni asos qilib insonning tabiiy mizoji va tabiiy xilitini chiqish qilib turib, tabiiy mahsulotlar bilan kasal davolashni asosiy aloyidilik qilgan bir kasb bo'lg'achqa bu Uyg'ur tibobati. Xalqimiz bu ahvolni bora-bora tunib yetib, Uyg'ur tibobatida davolanishga bo'lgan yana kundan kunga kuchaydi. Uyg'ur tibobatini qadrlaydigan, og'rib qolsa Uyg'ur tibobatiga ko'rinadigan bir yaxshi yuzlanish borliq keldi. Uyg'ur tibobati bugungi kundagidek mushunda sijil yuksilib taraqqiy qilib mangsa, g'arb tibobati, Jungiy tibobati, Mo'ng'ul tibobati va Zangzu tibobati bilan o'xshash o'rinda o'zining rolini joriy qildirib qolmasdan, hatto ularning eshib tushishi tug'anli gap deb qarayman. Hamda shu 12 tomlik Uyg'ur tibobati klassik asarlari nomli yirik asarni o'qish davomida men Bökran degan bir atalg'ini uchirtib qoldim endi. Mening nazarimda Bökran deyilsa, ko'pincha shu iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy mundaq bökranlarni ko'z tutganmiz endi. Lekin bu kitobda bu dal bir tibbiy ilm, tibbiy savat sifatida o'tirib qo'yilibdi bu. Endi shu Bökran atalg'isi navbatki tibobatlik ishlarimizdan qo'llanayotganmi? Qo'llanayotirdi. Bu böhron so'zi kasalning bir qadar avizga chiqqan paytini ifodalab beradigan kun bo'lib, bolalardagi o'pka yallig'i kasalligi da bolalarning o'lib ketish nisbati bir qadar yuqori bo'ladi. Bu yerdagi böhron nima tushundirdi desa, bola o'pka cho'ng bo'laklik o'pka yallig'iga giribdor bo'lib, birinchi kunidan 7-chi kunigacha bo'lgan orliq intayin hayot mamatlik kun. Yaxshi davolash, yaxshi kutilishga erisha olsa, 7-chi kunni o'tkazib olsa, 8-chi 9-chi kundan boshlab bola hayot qoladi. Agar mushu 7 kun ichida beparvolik qilinsa, bolaning o'lib ketish nisbati yuqori bo'ladi deb, buni 1021-yili Abu Ali ibn Sina al-Qonunda aniq qilib o'tirib qo'ygan. Xalqimiz buni bilish kerak, ham bu saqni saqlash ishlarida har bir odam bilmasi bo'lmaydigan bir tibbiy savat bu. Endi Aziz apandim, sizmi yaqinqi necha yildan beri shu klassik tibbiy asarlarni to'plash, uni o'rganish, uni nashr qilish ishlari bilan ko'p shug'ullanyapsiz. Siz endi shu Uyg'ur tibobatiga munosabatli klassik asarlarni to'plash, nashr qilishninki tarixiy real ahamiyatini nima deb qaraysiz? Endi men o'zim shunga kirishgan shu 10 yilga yetay deb qolmish vaqt ichidagi o'zimning beshimni o'tkazganlarim va boshqalardan ko'rgan, anglagan tajriba yakunlarimdan qaragan vaqtimizda endi bu asarning radlanishiningki eng chong tarixiy ahamiyati ajdodlar yaratgan madaniyat merosini keyingi saq-salomat o'tkazib berishda bu eng chong bir tarixiy ahamiyati bor deb qarayman. Buning ichidagi nurg'ulg'an atalg'ular va dori nomlari, kasallik nomlari hozir bizning iste'molimizda yo'q. Endi bu shu yo'q narsalarni biz qanday qilamiz degan vaqtimizda bizdagi tarix tadqiqotchilarimiz, geografiya tadqiqotchilarimiz bu manda o'simlikni tilg'abdi ekan, bu nada o'sidi, bu qanday bo'lib zamonda yo'qolib ketdi. Endi oldin 1000 yil bo'lgan, keyin 200 yil bo'lgan kitoblarda endi bu shu asarlarningki zodi nadan nagacha deb tadqiqot nuqtasini bu aytaylik yaxshi bir ahamiyati bor. Ham yana bir jihatdan tilshunoslik qimmati buningki yana yuqori. Endi tibobatchilik asari deydigan bo'lsak, ko'pincha odam buni tiyibli 80 xalta oladi deydigan qarash bor. Amaliyotda buni bizningki tilizat tadqiqotchilarimiz elib, shuni o'qisimi, bu shundan shu davrninki til aloyidiligini tadqiq qilishga aloqador nurg'ulg'an faktlarni qo'lga tushira oladi. Endi yana bir eng muhim qimmati nima degan vaqtimizda bu kitoblarningki mushularga dorilarni yasash, bo'libmi farqlantirish usullari nihoyatda o'zgacha yozilgan ekan. Biz yangidan yozilgan tibobatchilik kitoblarga qaraydigan bo'lsak, bu shu dorini qaynatib, manda usulda iste'mol qilsa manfaat qiladi deb yozadi. Bu kitoblarda qanday ekan desangiz, yurik o'tinida o'tni suz qaynatib, suz ko'ydirib, suz o'tda mancha minut qaynatib, mancha minut qaynab bo'lgandan keyin tushumchidan buni so'rib, shunday deydi ekanda, shu so'rgandek, so'rib o'tib, o'tni o'chirib bo'lgandan keyin to'g'in yapib. Bu tartib qat'iy o'xshamaydi ekanda, bir dorininki qoladigan o'tniki o'tini nima?
farqlandirganda ana mushunda bo'lg'achqa andin buniki unim noyatlik yuqori bo'lib mangan. Endi yig'inchoq qilsak, biri bizniki bor degandek mukammal holatda saqlab qolinib, kinkalarga o'tkazib berish rolini va ko'rik rolini o'ynay oldik bu kitob orqali. Yana birisi nima degan vaqtida bu shundaki dori atalg'ulari bizningki yo'qolib ketish girdog'iga berib qolgan yoki yo'qolib ketgan dorilarimizni tadqiq qilish nuqtasidan yana bir ahamiyatga. Yana birisi tilshunoslik nuqtasidan. Oxirisi nima deganda davolash amaliyotida dori pishiqlab ishlash jihatdan qadam bosqichni uyg'unish jihatdami buni aytib ahamiyatga ega deb qarayman. Shifo qilgan taraflarda qanday farqlar mavjud? Shuni buni ayirgan Bu klassik eserler ularni yaxshi bilim xazinasi bilan ta'min etdi. Hamda mushu Uyg'ur tibobidagi mushu retsept masalasida ma'lum bir tibbiy ilmga munosabatlik asarninki bir tildan yana bir tilga o'rilishi, arab tilidan hozirgi zamon Uyg'ur tiliga o'rilishi yoki Chag'atay Uyg'ur tilidan hozirgi zamon Uyg'ur tiliga o'rilishi bilan mushu retseptninki hamda o'zininki sehriy kuchini maxfiyligini yo'qotadigan manda taraflarim bo'lamdi. Tercüme jarayonida reseptlar ba'zi bir ikki xil doğru kam bo'lib qolgan yo ortiq bo'lib qolgan masala mavjud emas. Chunki kitoblarni tarjima qilish jarayonida biz nashriyatga ikki masalani topshirdik. Biri kitobning asli nusxasi. Ikkinchisi tarjima qilingandan keyingi nusxasi. Buni Abdunur Ayliq Uyg'ur tibobat tadqiqot o'rni ustimizdan maxsus qarab chiqib, oxirgi fikrni bekitgandan keyin bir selishtirib, agar tarjima chin samimiy bo'lmagan bo'lsa, bu asarlarni qoldiradi. Biz bu qiyinchilikqa bijiq yo'liqdik. Biz buningga chinligiga to'liq kapolat qildik. Shunga Uyg'ur tibobatidagi maxfiy resept degan masala hozir xalqimiz to'liq tushuna oladigan, maxfiyatchiligi oshkoralanib, xalqimiz uchun manfaat berayotgan bir yaxshi omilga aylandi. Mush nuqtadan qaraganda hamda mushu haqiqiy retseptlik dorilar bilan atalmış retseptlik dorilarninki mushu qimmati, uningki unumi shifo qilgan taraflarda qanday farqlar mavjud? Unda mushu biz kuzatib boqadigan bo'lsak, bizningki mushu xalq orasidagi bir qism tiyiblar yasagan dorining foyda qilib, yana bir qismning foyda qilmasligi, tanarqiniki azon va birisining qimmat bo'lishida meniki o'ylaganlarimda bizningki pishqadam ham bu kasbni haqiqiy avlod davomlashtirib kelayotganlar yasaganda bir dorini yasashga az deganda 2-3 oy vaqt sarf qiladigan uchun shuningga bizningki haqiqiy tiyiblarimiz yasab satayotgan dorininki bahosining qimmat foyda qilish unuminiki yuqori bo'lishi ishlash jarayoniga bo'lgan ishtiyoq nihoyatda yuqori bo'lgan. Buni ma'lum uzuk kasbigisi ba'zi dorini tosh avanchida so'qqan, yog'och avanchida so'qqan deydi. Mushuning hammasi nima desa, doridagi tarkib toshni so'qqandan keyin toshdagi tarkib bilan reaksiyalashib, asli holda yo'qolib ketmasin deb shuni buni ayirgan. Dorini tugkanda qog'ozdan belgilaydi emasmi? Bu manda qog'ozda saqlash yo manda qutida saqlash deb. Xottanning tiyiblar elam xottanning yerlik xam qog'ozga dori tugib sotadi. Mushu ma'lumni mushunda. Endi mayada qanda desa, yangi chiqqan jurnalni vaqt yetiblam shuni o'rab beradi. Jurnaldagi sir, siyala doriga ta'sir ko'rsatadi. Ammo bu qanday desa dorining tabiatini o'zgartirib nima yuradi? Abdikrim efendim, Uyg'ur tibobati klassik asarlarining Uyg'ur tibobati kelinki amaliyati shundaqla dorigarlik tadqiqotida o'ynaydigan rolini qaysi nuqtalardan ko'rib o'tishga bo'ladi? Endi mushu klassik asarlarda Uyg'ur tibobat kilinkisini yetarlik asos va yetakchilik roli bilan ta'minlaydigan bayonlarni aytib ko'p. Misol uchun oq kasalning bobida oq kasal oq pishmoq kelgan soğuqchan, soğuq muhit va iqlimda yashayotgan kishilarning qatiq, biliq, kala go'shi, sut, lamponga o'xshash ixtilofli g'izolarni birli vaqtda yapselishi yoki xili uzun muddat davomlashtirishi badilida oldi bilan oshqozonda hazm ixtilofi kelib chiqib xam xilit shakllanadi. Bu xam xilit jigar orqali tomoqqa o'tib teriga yetib borganda
terining normal xizmatini buzib, bu ham xilitning teri qatlamida turib qolishini keltirib chiqardi. Ham xilit turib qolgan teri qon tarkibidagi rang moddasi va ozuqlik moddalarni qabul qilinmay, yerlik o'rin oqirib chiqadi degan hukmni o'tirib qo'yaqliq. Demak, mushuningga o'xshash bu kitoblar kasalni davolash jihatida emas, kasalning sababi jihatdan hozir qadar aniqlanmagan masalalarni yetarlik aniqlama bilan ta'minlab, Uyg'ur tibobat klinikasini faol taraqqiy qildirish hozirgi zaman ning ehtiyojiga mos holda taraqqiy qildirishga yetarlik asos ham tadqiqot muhiti bilan ta'minlab birib qolmasdan doğrugarlik ishlarini yükseltirishda muhim rol o'ynaydi. Shunaq bo'lgandamda mushu Uyg'ur tibobat klassik asarlarining navbatdagi tibobat ma'rifimizda o'ynaydigan rolini qaysi nuqtalardan sharhlashga bo'ladi? Uyg'ur tibobatining mavjudligi va uzluksiz taraqqiyoti Uyg'ur tibobat ma'rifi bilan chambarchas bog'langan. Ma'rifning sifati Uyg'ur tibobatchiligining kelgusi taraqqiyotini belgilaydi. Partiya hukumatining g'amxo'rligi bilan Uyg'ur tibobat ma'rifi rasmiy yo'sinda yo'l qo'yilib, Şinjan Uyg'ur tibobat oliy texnikumi qurildi. Onundan keyin Şinjan tibbiy instituti qarmog'ida to'liq kurs kasbi ijro qilinib, 2 qarodan ortiq o'quvchi o'qiyotdi va o'qish bitdi. Bu Uyg'ur tibobat ma'rifining yaxshi yuzlanish qarab manganligini, Uyg'ur tibobatining kelgusi taraqqiyotining parlaq bo'lganligini bizga ko'rsatib beradi. Endi bu asarlarning mushu ma'rif xizmatidagi izbasar Uyg'ur tibobatchilik izbasarlarini tarbiyalashdagi roli nima degan masalada bular dars kitoblardan boshqa nurg'un foydalanish materiallari chiqdi, lekin bularning saviyasi qadimiy klassik asarlarning saviyasiga yetmaydi. Shunga darsning sirtqi foydalanish materiallariga murojaat qilishda mayli shogirdlar bo'lsin, mayli oliy maktab, Uyg'ur tibobat oliy maktablaridagi o'quvchilar bo'lsin, bu klassik asarlar ularni nihoyat yaxshi bilim xazinasi bilan ta'min etadi. Lekin shu vaqtda Qashqarning ijtimoiy to'van hayot qanday Real temalar o'qishmagan tarzda ayda. Qashqarning ijtimoiy turmushiga asoslangan hayot to'g'risida aytib Qadrli ko'rman do'stlar, Uyg'ur tibobati klassik asarlari zo'r madaniyat qimmatiga ega bo'lganmasdan yana mo'l nazariyaviy bilim sistemasiga, shundaqla davolash, sog'liqni saqlash tajribalariga ega bo'lib, u bugungi kundami fan tadqiqot, ma'rif ishlarida amaliy naf berish, yetakchilik qilish va foydalanish qimmatiga ega bo'lib turmoqda. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning bu soni mush yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh, kelar sonda ko'rishaylik. Kuvvet to'liqlay desangiz, armon quvvat xalqini için. Quvvat to'liqlay desangiz, Kuvvet to'liqlay desangiz, quvvat to'liqlay desangiz, quvvat to'liqlay desangiz, armon quvvat xalqini için. Davlatning patent huquqiga erishgan armon quvvat xalqini haqiqiy quvvat